Assalamu alaykum Urtex Instagram kuzatuvchilari. Bugun soatga e'tibor berib qarashsa soat 19:47, lekin mijozlarimiz kelib turibdi. Bizning magazinimiz kechki 22:00 gacha ish faoliyatimiz davom etadi. Bemalol sizlarni kutib qolamiz. Hozirga kelib turgan mijozimiz ham kuning bo'yi ishlarni bitirib, orqang bo'lib ketdi. Buratlayna haqiqatan gençte geldiniz, açık turibmi magazin? Pramoy bo'lib turibdi. Şu narsani gördüğünüzde ishonib keldingizda. Shu vaqtdan boshqadan magazin açıkmı? Gilan magazinlar hammasi ilib ketdi. Faqat Urtex'a kelarsa haqiqatan realni bo'lib turibdi. Bizda realni bo'ladi. Manzillarimizni ko'p odam kechqurun manzillarimizni tushuntirmasa tushuntirib o'tib ketamiz. O Bulgayni ko'pirdan tushgandan keyin, o Bulgaydan gelişin chap tarafda, bu yan tarafda Xiva Krugdan gelişin Taxta bazardan o'tgandan keyin o'ng qo'lda avtosalondan Devat yo'qdan o'tgandan keyin svetoforning tiyindagi magazin. Urtex gilan magazinlari bemalol 22:00 gacha ish faoliyatimizni bemalol davom qildiramiz. Bemalol kelib uyingizda xonadonlarda chiroyli gilamdan olishni taklif qilamiz. Urtex asl sifat va joziba.